Assalomu alaykum hurmatli patchilarim. Qaranglar, sizlarga hozir zo'r yangilik aytaman, qaranglar. Kecha Bilol do'stimiz orqaga qaytib ketgandi, bilasizlar. Qaytib ketganda konsullikdagilar aloqaga chiqib, Afrikadan kafil bo'libdi va vizasi chiqdi. Va nihoyat do'stlar, qaranglar, Allohning mehribonligini. Hozir ular endi samolyotda to'g'ri Madinaga qo'nadi. Men borgunimcha inshaalloh ular ham yetib boradi. Qaranglar. Qo'llarim qaltirab xursandman do'st. Orqaga qaytgani ham bes bo'lmadi do'stlar. Orqaga qaytib, o'sha kafil olib, ana endi uchadi inshaalloh do'stlar. Hech xafa bo'lmanglar. Allohga osoni, to'g'rimi? Mana Alloh nolalarimizni eshitdi, hammasini eshitdi. Nihoyat Bilol do'stimiz ham musulmonlikni qabul qilib, mana Allohning uyini ko'rishga musharraf ayladi. Do'stlar, hozir nima deyishni ham bilmayapman. Xursandman. Qo'shaloq xursandchilik do'stlar. بابای نازاد زگم هر وهم ناکان نرشوار بسای بابا مسلم سامرگن دایست دست کی بابا مسلم سامرگن دایست دست کی بابا Xullas do'stlar, hamma ish bezizga bo'lmas ekan. Qaranglar, men bu tarafga o'tdim, Saudiyaga, u orqaga qarab ketdi va Afrikadan kafil bo'lib, mana vizasi chiqdi do'stlar. Hamma ishda bir hikmat bor deyshadi do'stlar. Allohimizni ko'rib turibdi. Inshaalloh Bilol do'stimiz bilan Madinada ko'rishamiz ertaga inshaalloh. Davay do'stlar, kuzatinglar.